Parkent tumanida yangi qurilgan, xuddi mana shu tunneldan xuddi shu aravada, nogironlar aravasida qancha vaqtda o'tish mumkinligini o'lchab ko'ramiz degandik. Bugun shu narsani bu boshidan u boshigacha qancha vaqt ketishini hisoblab ko'ramiz. Ketdi. Qisqasi yaqinlar, bu nogironlar aravasida nogiron inson ikkinchi insonni ko'magi orqali, ya'ni ikkinchi inson orqasidan sudrab olsa 4 daqiqa-yu 1 sekundda o'ta olar ekan. Bu endi bizning hisobimizda bo'yicha. Agarda bu inson yakka o'zi bu tunnelni u boshidan bu boshiga o'tishi uchun 4 daqiqa-yu 32 soniyasini yo'qotar ekan, bu ham bizning hisobimizda bo'yicha. Qisqasi do'stlar, bizga bergan va'damizni bajardik. Bizga obuna bo'linglar va kommentariyaga bizlar uchun yangi shart tayyorlaylar. Shart halol bo'lsa bo'ldi. Qanaqa qiyin bo'lishidan qat'iy nazar eng ko'p like yiqqan o'sha kommentariyani bizga video qilib chiqazamiz. Saturn Parkentga obuna bo'linglar, bizani kuzatishni davom ettiringlar.